Aksma brendidan Cherentil shinalarimiz kelgan. Bu ballonlarimizni juda ham yaltiratib tashlaydi. Bu spreyligi 1,5 litr bo'ladi. Bitta sepib gubka bilan artib qo'ysangiz, 1 hafta balloningiz yaltiratib qop-qora bo'lib turadi. Bundan tashqari bizga diskalarimiz uchun ham bor. Chang bo'lib, yog' bo'lib ketgan diskalarimizga mana bunaqa spreyni bitta sepib sho'tkalab qo'ysangiz, mana bunaqa yaltirab ko'rsatib beradi. Keyin salon ximchiskalar, bu ham Aksma brendidan, sifati juda ham zo'r. Buni polni ximchiskaga qilsangiz bo'ladi. Keyin motorniki bu. Mana yog' bosib ketgan motorlarda bitta sepib sho'tkalasangiz, yaltirab yangi motordek bo'lib qoladi. Ular narxi 25 ming so'm. Bundan tashqari bizga arzonroq bo'lgan 20 ming so'm bo'lgan mana bunaqa Cherentil ballon, salon ximchiska, motor shularniki bor. Keyin eng zo'ri mana bu Kardinal brendidan lak bo'ladi. Buni bitta sepib qo'ysangiz, 1 hafta mashinangizga na chang, hech narsa bo'lmaydi. Sifati juda ham zo'r. Mana bu narsa skitkada